Buniki aziz yurtdoshlar, bog'chaga stol qildik 30 ta. Kraskalanib, tayyorlanib qo'yildi. Mana 30 ta bog'chaga bu zakaz 30 ta bog'chaga stulchak yosh bolalarga zakaz. Ularni mana svorka qilib kraskalab qo'ydik. Xudo xolasa endi mana o'tirgich va suyangichlarni ham kraska qilyapmiz endi. Xudo xolasa ertaga bitib qoladi bular ham. Maniki 150 ta zakaz stollarimiz ham tayyor. Kraskalanib tayyor bo'ldi mana. Faqat bu 150 ta. Bugun bo'ldi va nihoyat bugun bo'ldi mana. Videoga like yozib do'stlaringizga jo'natib qo'yingizlar. Agar bu optim narxda ko'proq 2000 ta, 2000 ta, 300 ta turist olaman desa arzonroq ham beramiz buni. Bu zakazga faqat. Bu stollarimiz yig'iladi. Davlat obyektlarida bo'ladi, oddiy stollar yig'ilayotgan shulardan yig'iladi. Turbasi 1.2 lik turba. Material 1.2 lik material. Xudo xolasa endi ertaga bularga materialni displey qilib 2 lik displey qo'yiladi. O'tirgichi ham, tepasi ham 2 lik displey bo'ladi. Materialni qoplab tikamiz xudo xolasa. Ertaga displey keladi. Xudo xolasa hammasi bittadan tayyor. Ertaga boshlaymiz xudo xolasa. Displeylarni nima qilib boshlaymiz. Ular masjidga tayyor. Hammasi tayyor.